Assalomu alaykum. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz ishqibozlari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun 15-iyun, hafta kuniga dushanba, 2026-yil. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hurmatli obunachilar, bugun Xudo xolasa 7-8 ta xunojillarni yaxshilardan, boqaman deydiganlardan keldi. O'shalardan hozir bitta video obzorini qilib beramiz. Mana bu novvoschcha. Mana bu o'zimiz boqayotgan xunoji ancha o'zgarib qoldi. Kuzatib borayotgan obunachilar yaxshi bilishadi. Xudo xolasa yer ichida kamchiliklari yo'q. Mana bu yerda turgan novvoschchani sotdik bugun. 1,5 millionga mana buni sherigini. Hop, mana bu ek kurak yemlayman degan odamga bo'ylari 1.15 chiqadi. Ko'rib turibsizlar, somon tertiyapti bular, hali ko'kka tushgan yo'q. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, boshladik. 7 ishtilarni ko'rdilaring. Tashqarida ham bor. Hozir ularni ham bir ko'rsatamiz. Orqalari mana ko'rinishlari. Va xolosa hammasi yaxshi, kamchiliklari yo'q. Mana bu yerda mollar sotildi ko'pi. Video qilganimcha sotilib ketdi. Xudoga shukr. Bu yerda ham 4 ta bir xil boqaman deydigan odam bo'lsa, bir xilidan keldi mana. Bo'ylari ham 1 metr, 1.5 shunaqa bo'y bastilari. Yeb ichishlari Xudo xolosa zo'r, kamchiliklari yo'q. Hop. Sizlarni kutilmagan holda narxlarini aytib o'tamiz. Videolarimizni qisqa qilamiz. Toza shved, bo'ylari 1.5 o'lchamda, 7 ishtilarda kamchiliklari yo'q, oyoq qo'l uzun. Sigir qilib olaman degan odamga mana shuni tavsiya qilaman. Yelinlari ham oq yelin. Xolasa yaxshi. Narxi keladigan bo'lsak 12.200 ming so'm. Bu narxlar ichida doim aytib o'tamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin, boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollar sababi narxlarni ilojini boricha qo'ldan kelganicha yo'lida qilib aytilyapti. Hop, mana bo'lsa mana. Bo'ylari 95 plus, narxi keladigan bo'lsak 10.200 ming so'm. Bo'ylari ikkalasini bir xil qilib beramiz. Bo'ylari 1 plus 1 metrga olaverasizlar. Toza shved, 7 ishtilari yaxshi, orqalari ham kelishgan zo'r variantida. Narxi keladigan bo'lsa 11.300 ming so'mdan dastlabki xizmatlar. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlaring mumkin. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Telegram, WhatsApplar ishlab turadi. Tepasiga kelib olamiz deydigan odam bo'lsa, lokatsiyalar tashab beramiz. Tepasiga kelib olsalar yana ham yaxshi, sababiki telefonda baribir qo'yam molam sal kattaroq ko'rinishi mumkin, lekin bo'y bastilarini aniq realni aytilyapti. Mana bu ikkala xunojinimiz bo'ylari 1.5, 1 plus chiqadi. 11.500 ming so'mdan qilib beramiz. Yemlayman degan odam bo'lsa, mana shu xunojinlar tavsiya qilamiz. 7 ishtilarni ko'rib turibsiz. 11.500 ming so'mdan ikkalasini olgan odamga dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Toza shvedidan boqaman, estonidan deydigan odam bo'lsa, mana shu molni tavsiya qilamiz. Sababi oyoq qo'li uzun, hali yo'q, shox chiqmagan, endi chiqadi. Toza narsa, bo'ylari 1 metr, 1 plus chiqadi. Qiziqqanlarga mana shu molimizni 11.5 million so'mga dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Ola xunojin, ek kurak, 2 yoshi, tug'magan xunojin, yemlaydigan variantidan narxi keladigan bo'lsa 13.5 million so'mga dastlabki xizmatlari bilan buni ham qilib beramiz. 7 ishtilarda kamchiliklari yo'q, zo'r boqarasiz. Novvoschchamizni 13 million bo'lsa, buni ham sotib yuboramiz. Bu o'zimiz erka to'yib qoldi. Enchadan o'zim boqayotgan, lekin qiziqqanlarga sotilaveradi. 13 million so'mga 7 ishtilari zo'r, polvon narsa bu. Hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari, shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib qilsin. Xonadonlaringga, qilayotgan ishlaringga Allohdan fayz baraka tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.